Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Miftahul Arabiyya qismi qiroat kitobi qismidan silsilaviy darslarimizni davom ettiramiz. Asvaqul Ayd 4-5 vaqtda bayram bozorlari. Mufrodatlar: aydun bayram, ehtiyojatun ehtiyojlar, bidoatun tovar, mutasavviqun xaridor, javdatun sifat, taxfidotun chegirma, lavazimul ayd bayram jihozlari, bayramga kerakli narsalar. Bayramga lozim bo'ladigan narsalar. Muzdahimun bi bilan tirband. Taxfidotun vahmiyatun soxta chegirmalar. Urudun mug'riyatun jozibador takliflar. Yatasawwaqu bozor qilmoq, oldi sotdi qilmoq. Yurafiqu hamrohlik qilmoq. Yaxtaru tanlamoq. Yazidu ziyoda bo'lmoq. Yasihu baqirmoq. Matnimiz yatil usbu'ul akhir min shahri Ramazon. Ramazonning oxirgi haftasi kelyapti. Va tabdaul usatu bi tahdiri lawazimil ayd. Oila esa mana shu Aydul Fitr, fitr bayramini lozim bo'ladigan narsalarni hozirlashni boshlaydi. فينزل رب العائلة إلى السوق ليشتري احتياجات تحضير حلوى العيد من سكر وطحين وزبدة وعجوة. Oilani boshlig'i, oilani tarbiyachisi, Robbatul Bayt bilasizlar, uy bekasi bo'ladi. Muzakkari esa Robbul ailati esa bu oila boshlig'i. Bozorga tushadi. Nima uchun tushadi desa, liyashtari ihtiyojatin tahdiri. Bayram holvasini hozirlash uchun kerak bo'ladigan narsalar nimalardan iborat desa, shakardan, undan, zubda deb turib yoqqa aytadi, qaymoqli yoqqa, va ajva, xurmadan, kichkina xurmodan iborat bo'lgan ehtiyojotlarni sotib olmoqligi uchun Robbul Bayt, Robbul Aila mana shu bozorga tushadi. أما الأم فتذهب إلى السوق لشراء الملابس لأولادها لتشعرهم بالفرح والسرور. Ona keladigan bo'lsak, ona bozorga bolalariga kiyim-kechaklar sotib olmoqligi uchun boradi. Nima uchun kiyim-kechak sotib oladi? Ularni surur, xursandchilik, faroh ham xursandchilik ma'nosida. Ularga xursandchilik hissini tuydirmoqlik uchun bozorga boradi. فالأولاد يحبون شراء الملابس الجديدة للعيد. Bolalar bo'ladigan bo'lsa, bayram uchun mana shunday yangi liboslarni sotib olmoqlikni yoqtirishadi. Yurafiqul awladu ummahum adatan litasawwuqi va ikhtiyari malabisil aidi allati yuhibbunaha. Bolalar esa onalariga odatda mana shu kiyimlarni tanlashda, ular yaxshi ko'radigan kiyimlarni tanlashda va bozorlik qilishda yordam berish uchun hamrohlik qilishadi. Va tazidu harakatul aswaqil qabla qudumil ayd. Bayram kelishidan oldin bozorlar ham jonlanib qoladi. Fatazdahimu bil marati min al mutasawwiqin va zuwari allazina ya'tuna min dakhilil madinati va khorijiha. Mana shu harakatlar jonlanyapti deyaptilar-ku. Bas shu harakatlar jonlangandan keyin mana shu Madinani ichida, ya'ni shaharni o'zidagi va shahardan chetdan keladigan ziyoratchilar va xaridorlar bilan tirbandlik yuzaga keladi. Yatahassanul bay'u va shiro. Sotish va sotib olish jonlanadi, yaxshilanadi. Va yaftahul ba'atu mahallatihim hatta sa'atin mutaakhiratin min al-layl. Hattoki tungi kechagacha, kech paytgacha, kech soatgacha o'zlarini mahallatin degani o'sha mahallatin ko'plagan, ya'ni do'konlarini savdogarlar ochib turishadi. Wal ba'atu yakununa imma fi dakakinihim aw yantashiruna fi turuqi va 'ala al-arsifati. Mana shu sotuvchilar yoki do'konlarda turishadi, yoki bo'lmasa yo'laklarga o'zlarini tovarlarini yoyishadi. Fatarahum yasihuna 'ala bada'i'a mutanawwi'atin. Ko'rasiz mana shularni, ya'ni yo'lkalarda turganlarni yoki do'konlarda turganlarni o'zlarining tovarlarini baqirib e'lon qilayotganlarni turli xil. Fa hunaka man yabi'ul kanazati wal banatil wal qubba'at.
Ularni ichida o'sha jempir sotadiganlar ham bo'ladi, ishton sotadiganlar ham bo'ladi yoki bo'lmasa do'ppi sotadiganlar ham bo'ladi. وهناك من يبيع الأنواع المختلفة من العطور إضافة إلى ألعاب الأطفال. Va bularni ichida turli xil narsa sotuvchilar bo'ladi. Misol uchun, xushbo'ylik sotuvchilar bo'ladi yoki bo'lmasa e, bunga izofa qilib, ya'ni bunga qo'shimcha qilib aytishimiz mumkinki, bolalar o'yinchoqlarini sotuvchilar ham bo'ladi. ويتنافس البائعة على تخفيض أسعار بضاعهم فتكثر تنزيلاته. Hop, bu yerda endi ko'ramiz musobaqalashayotganini sotuvchilarni. Nima uchun desa, o'zlarini o'sha tovarlarini narxlarini tushirmoqlikka. Shunda o'sha chegirmalar ham, ya'ni pasayishlar ham ko'p bo'ladi. فنجد على واجهات معظم المحلات عادة كلمات مكررة. Hop. Shunda ko'pgina do'konlarni old qismida odatda takrorlangan kalimalarni topamiz. Qanaqa desa, misla husumat, tanzilat, taxfidot, urudun, mug'riyat. Xo'p, endi u qanaqa kalimalar desa, husumat, chegirmalar, tanzilat, pasayishlar, chegirmalar degani, taxfidat, bu ham chegirmalar degani, urudun, mug'riyat, jozibador takliflar degani. والهدف منها جذب الزبائن لمشاهدة البدائع المعروضة والشراء المناسب منها في الجودة والشكل والسعر والشراء. endi bu yerdan mana shu husumat, tanzilot, taxfidot, urud, mug'riya degan so'zlardan ma'no nima desa, maqsad nima desa, al-hadafu minha jazbul zabain. Ya'ni xaridorlarni o'ziga jalb qilishlik. Nima uchun desa, limushahadati bada'i. O'zlarini taklif qilgan narsalarni ko'rmoqliklari uchun. Va u narsalarni sotib olmoqliklari uchun. Lishro'il munasibi minha. Shaklda, narxda, sifatda o'zlariga o'sha tovarlardan munosib bo'lganlarni sotib olmoqlari uchun xaridorlarni jalb qilishlik. Chegirma deb yozib qo'ysa ko'pchilik jalb bo'ladi. Lakin hadha taxfidati takunu haqiqatan ahyanan va vahmiyatan ahyanan ukhra. Lekin bu chegirmalar ba'zida haqiqiy bo'ladi. Haqiqiy 50% yoki 60% chegirma qilib qo'yadi yoki bo'lmasa vahmiy, xayolan bo'ladi. Ya'ni yolg'on, soxta chegirmalar bo'ladi. Chegirmalar qanaqa bo'ladi desa, o'zini narxi bo'ladi-da, o'zini narxini 2-3 barobar ko'tarib qo'yadi-da, keyin mana shuncha skidkaga tushdi deb turib, boshqa narx qo'yib qo'yadi. Shu bilan ko'rib turibsiz foydada. وفي هذه الأيام تحتاج العائلة إلى مصاريف كبيرة. Mana shu kunlarda, Ramazonning oxirgi kunlarida oila katta xarajatlarga qo'l urishga to'g'ri keladi, ya'ni ehtiyoj sezadi. Tahtiyajatul aidi la hasara laha. Bayramni ehtiyojlariga chegara yo'qdir. Min malabisi va diyafatin va zinatin ila al-akhiri. Ehtiyojlar nimalardan desa, bayram ehtiyojlari nimalardan iborat desa, kiyim-kechak, ziyofat va ziynatlar va boshqa narsalardan iborat. Allohu a'lam bis-savab.